alaykum, Chorvachi akaning ashaddiy muxlislari. Mana Eston sigirimizdan yana bitta keldi. Nasib etsa 3-chi bo'lasi mol eti badalari joyiga qip-qizil. O'sha sizlar so'ragan xilda molni taglariga e'tibor qilasizlar. Molni bochkalari juda zo'r. Sutni beradigan xillarda nasib etsa tepishga injiqliklari yo'q, sog'ib ham ko'rsatamiz. 3-chi bo'lasi g'unojin bo'ladi. Molimiz mana toza tug'gan sigir. Molni taglariga e'tibor qilinglar, alohida tema. Bu bir mahallik suti qamalmagan narsa qilinmagan. Hozir sog'lishlar bilan bitta ko'rsatib beramiz sizga. Molimizni eti badani joyiga. Molimiz o'ynab turadi. Mana yeb ichlari sog'liklari juda ham zo'r, eti badani zakonni. Mana mol orqalaridan ko'rinishlari chorpalasigacha o'sib qo'yilishning sababi reklamaga chiroyli chiqishi uchun. Molimiz xuddi o'ziga o'xshagan chisti Eston g'unojincha toza tug'gan, kecha ertalab tug'gan. Bugun nasib etsa 2-chi kun. Molni eti badallari juda zo'r, yeb ichlardan, sog'liklaridan kamchiligi yo'q. Manzil Buxoro Shofirkon sentriga. Narxi skidka narxda 23.500.000 so'm. Molni sog'lishlariga e'tibor qilinglar, molni sog'lishlariga. To'rttala yilidan ham keladi. To'rttala yilidan shunaqa sigir kimga kerak? Sog'lishiga qaranglar.